Hamidova kelganmi? Hamidova. Yo'q bo'lsa kengisini chaqiravering, tezroq navbat kelsin. Hamidova sansanu garang seni chaqiryapti. Siz familiyangizga o'tganman. Uzr, qizlik familiyam G'ofurova bo'lgandan yangi familiyamga hech o'rgana olmayman. Xafa qildim. Tezroq ketaman shekilli. Nega ekanini qanaqa qilib tushuntirsam ekan? Siti sonsalari zo'rda. Buni qara, go'shini ko'pligini. Bunichi Qashqadaryoda o'zlari mol olib kelib so'yib, o'shini go'shidan qilishar ekan. Menga ayniqsa to'g'risi yoqadi. Sirlari bilan shunaqa sochni ketadi. Bosing dinozavr. Qani ko'raychi, isdan chiqib pulini ham o'zi to'lab olardik. Dastasi xizmatinglar ham bormi? Albatta opajon. Buyuk Ipak yo'lidan tashqari Sergelida ham 3 ta filialimiz bor. Unda menga 10 ta to'g'ri, 10 ta mol go'shtligidan berasiz. 200 ming so'm bo'ladi. Pulni mana erim to'laydilar. Mana shunaqa payt ham esingdan chiqib qolay. Biron marta o'zing ham to'lab ol. Kerakli paytda erim borligi hech ham esimdan chiqmaydi. Qara, senga bitta zo'r qiz topib qo'ydim. Rasmiy ham bor. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Menmi? Men chiqmayman-ku. Qachongacha maza qilibsan? Men ham kelinli bo'lay, navara ko'ray, ya? Xotinim bor-ku, dada. Men balg'iyapman, dadajon. Yesim qolsa, sal uyaltirganman-ku. Xafa bo'lmaysiz kelin. Mana unga 7 yil kelin qidirib, odam o'rganib qopti-da. Dadamni ham yuqtirding-da, Zari.